Amerikalik buvilar bo'sh vaqtlarida nimalar qilishini bilasizlarmi? Sizlarga ham qizimmi? Давайте ketdik, hozir ko'rsataman. Qaranglar, Amerikaning boy buvilari nimalar bilan shug'ullanadi. Ularda Merz, BMW hammasi minadi. Hattoki uyi ham hamma narsasi bor. Lekin чтобы to'xtab qolmaslik uchun shunaqa aktivitelar qilib turadi. Bizda ham shunaqami O'zbekistonda? Can I say hi to my friends? Hello, how are you doing? Everyone We're good, I making hope. Diamond Dot Christmas ornaments. Ya'ni Christmas bizda yangi yil boshlanadi. Shuning uchun keychainga kalit keladigan narsalar, prям shunaqa toshli narsalar qilishni boshlashgan. O'rtoqlar, har bitta qilgan keychainimizni $2 sotamiz. Har bittamiz bir 20 tadan qilamiz bugun. Shuning uchun hamma 5 kishi olib $200 topamiz. Mana bu toshlarni har bittasini rangiga moslab qo'yib chiqish kerak. Kichkinada. Bular qandoq qiladi bilmayman, shunchalik sabrli. Bu yoqda ko'rsanglar, bular o'zini xafa qilmaydi. Bizda har xil kukilar, narsalar, hozir pizza zakaz qilganmiz, ichimliklar bu yoqda. Как будто чай pizzada. O'rtoqlar, shokdaman, hozir Amerikaning buvijolar menga Christmasga 17 Pro Max sovg'a qilmoqchi. Oh my god! Telefonimga zaryadnik so'ragani, ular topolmadi, chunki hammasida 17 ekan. Men 14 ishlataman-ku. Shuning uchun telefoning eski ekan, xolos yangi olib beramiz Christmasga deb. Hozir prям shokdaman, nima deyishni bilmayman.